Akam, telefoningizni ko'rdim. Ideal ekan holati. Nech pulda olasiz? 1200 dan olmanda hozir. 1200 ga Pro Max yangisini olasiz. Bu Pro-yu. Menga hamma narsa yetib ketaveradi. Bundan u yoq tushildi 3%. Voy. Mayli 700 beraman. Ya, bo'lmaydi. Bu nepravильный narx qo'yib tashyapsiz hozir. Nechtalik bu? 128 talik. Yo'qsichi? 95. Tushib qopti-yu уже. Bu. Qochga bo'lsa ham mayli ekan. Ben tutganman. Voy, tutganingizni endi kim biladi? Sotib o'tgan odam. Zo'r narx beryapman. Voy, men sizga zo'r narx qilib beraman. Bo'lishini teng gaplashib. 700. Srochniy pul kerak-da, yo sotishim kerak, o'shani gaplashib. Bo'pti 750. Yo, noto'g'ri, va bo'lmaydi. Nepravильный narx aytyapsiz hozir. Bo'pti, uni korobkasi bormi o'zi? Korobkasi bor. Qayerda korobkasi? Sumkamda korobka. Bo'ldi, ko'rsating. Orqasidagi emekalarni ko'rishim kerak-ku. Yo'q, ko'rsatilmaydi. Siz narxi gaplashib olaylik. Birinchi siz bilan keyin kelishgandan keyin 750 beraman. Rozi bo'lsangiz olaman. Bo'lmaydi. U to'g'ri kelmayapti. Buni narxi hozir. Voy. 900 ga yangisini olasiz buni. Men o'zi 1200 sotaman. Buni hozir. Bo'lishini gaplashaylik-da, chiroyli narx olib 1200 ga qiynalib qolasiz. Hozir 1200 ga qo'ysangiz-chi? Yo'q, atak chiroyli narx bersangiz. Mayli, 800 ga olaman. Oxiriga taqalgan narxi. 800 ga sal qo'shmaysizmi? Yo'q. Ozgina qo'shing, qizimga ham bu narsa olib bera qoling. Voy, qizingizga endi bilmadim. Menga olib bering bu narsa. Mana menga savob ish qiling. 800 ga beraman. Olaman 800 ga. Ya azizgina bir 10-20 qo'shing, qizimga nimadir olib beringda, onajonga ham xursand qilib bu narsalar bilan. 800 bilan любой odamni xursand qilsangiz bo'ladi. Qo'ysangizchi, bo'ldi 800 ga baraka qilsangiz olaman. Baraka. Bo'ldi. Tushab tursangiz, men buni tekshirib olaman-da, prosta. Kimga shunaqa xizmatli kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. 5 minut vaqtingizni olaman.